erkinlik bu radikalizmga qarshi kurashishning eng katta yo'li. Ko'rinmaydi. O'zi haqiqiy ma'nodagi musulmonlarni topish o'zi muammoli masala. Ya'ni ko'pchilik mana bu komfortga sho'ng'ib ketadi hayot o'ziga. Uyini kattaytiraman deydi, etajini ko'paytiraman, mashinani qimmat qilaman deydi, xotinni ko'paytiraman deydi. Nimadan qo'rqayapsiz? Nima bizlarda shunaqa g'oyali musulmonlar bormi? Hammasi liberal musulmonlar-ku. Boyagi fitness klublarga borib biceps, tritsepslarga havas qilib yurgan. Men aytamanda bor-ku, badanga ishlov berish bu qaysi tafakkur bilanda badanga ishlov berish. Yomon deyotganim yo'q, bu normal qilinaveradi bu narsalar, lekin boyagi kameralar bilan bundoq qilib boshqa. Bu butun liberal tafakkurdagi hayot tarzi hisoblanadi. Badanga ishlov berish, chiroyli stullarning atrofida o'tirish. Musulmonlar nimasidan qo'rqasan bunaqa musulmonlar? Normal mustarga moyil musulmonlar bular hammasi. Zo'r mashinalarda yuradi. U chiroyli qo'shiqlarni qo'yib qo'yadi diniy nimalar bilan bog'liq. Ular g'oya ko'tarmaydi, nimasidan qo'rqasan? Lekin shularni siqib boshlasang, ularda ham iymon yo'q demoqchi emasman. Bor bo'lsin, bu yaxshi. To'g'ri yo'lga ketish va tepaga chiqadi. Mana bu tepaga chiqib keladida, boyagi men shu zo'r ekanman deb o'ylab qoladi va bu uni aniq qiladi, ya'ni buzadi bu narsalar. Butun iste'molchi-ku ularda hammasi. Butun iste'molchi chiroyli bo'lib, hammasi yaxshi ovqat, osh, mashina atrofida yuribdi-ku bular, xotin, uy atrofida yuribdi. Nimasidan qo'rqasan bular? Yaxshi emasmi sizlarga mana shunday qilib, ham savdongizni oshirsa bu bunday iste'mol nimasi? Shuning uchun masala shundaki, islohotlarni chiroyli amalga oshiraveringlar. Bu hozirgi musulmonlardan, o'sha iste'molchilardan qo'rqish kerak emas bulardan. Butun nimada yuribdi, komfortda yurgan odamlar bular hammasi. G'oya ko'tarmaydi bularni hech qaysi. Shuning uchun masala shunday.